Trello haqida yana gaplashamiz. Oldingi videomda sal chuqurroq qilib tushuntirib bergan edim. Endi yana bitta yo'nalish qo'shdik. O'sha narsani ko'rsatib bermoqchiman. O'zi Trello nima? Oldingi videoni ko'rmaganlar uchun Trello bu ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtiradigan dastur desa bo'ladi. Bu xohlasak kompyuterdan, xohlasak telefondan, planshetdan farqi yo'q. Hammasidan bitta profildan registratsiyadan o'tilsa, hammasidan bir xilda ko'rsatib turadi. 10 tagacha bo'lgan odamlar uchun bunda jarayonda tekin hisoblanadi. 10 tadan ko'p bo'ladigan bo'lsa, pulli bo'ladi. Pulli bo'lganda ham kimga o'zgartirish huquqini beriladigan bo'lsa, o'sha odamlarga faqat $12,5 oyiga to'lanadi. Zarur emas, palon pul to'lab buni programma yasash, boshqa qilish, mana tayyor ijod qilib qo'yilgan va bizni ishlatib kelyapmiz 2018-yildan beri. Bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Bir xildan haligacha aytaman, o'rgatganman, boshqa qilganman, haligacha yo'lga qo'yishmagan. Shu narsani tezroq yo'lga qo'yinglar, ishxonadagi jarayonlaringiz yaxshilashadi. Bu hozirgi kunda mana hozir bizni ishlab chiqarish jarayoni har bitta bo'lim raspilda turgani, fasad sexda ishlanayotgani, shukurkadagi har bitta bo'limda nechtadan zakaz turgani, keyin mana shukurka bo'lim, kraska bo'limda qaysi birida qachon zakaz berilgan, qaysi chislada chiqish kerak, hamma narsasini ko'rsatib turadi. Buni podrobniy videosida ham ko'rsatib berganmiz. Qaysi ustanovkachilar boshlangani, eng muhimi har bittasini ichiga kiradigan bo'lsa, mana bu o'zini sabitasi bor. Sabitani ochib pakazat qilib yuboradigan bo'lsa, har bitta bo'limdan qaysi chislada kirdi, qaysida chiqdi, hammasini ko'rib tura olamiz. Eng zo'r narsalardan, fishkasidan shu yaxshi tarafi shu. Bu narsani tavsiya qilamiz. Har bitta jarayon qayerda ketayotganligini bilib turish uchun. Mana o'zimiz uchun sifrlar qo'yib qo'yganmiz. Zakaz nomeri deyli Otabeka Chilonzor, kuxna qaysi chislada olingan, qaysi chislada topshirilishi kerak. Hamma narsa ko'rinib turadi. Hozirgi kunda biz ishlatayotgan narsamiz, bizada yana bitta yo'nalish qildik. Fasad sexga zadacha berilyapti. Zadacha berilganda qanaqa bo'ladi? Zadachamiz zakaz olindi va загруженность bo'ladi-ku. Fasad sexda qaysi chislada qancha zakaz bo'lish kerak, planlarga bo'ladigan. Undan chiqqandan keyin shukurkaga o'tdi. Deylu mana zakaz hozirgi holatda deylu 10-iyulni ko'radigan bo'lsa, fasad seximizda 6 ta punkt degan zakaz chiqib ketish kerak. Fasad sexda 6 ta zakaz chiqib ketish kerak. Oldindan qo'yib qo'yilgan 10-iyulga. Mashinani sani chiqarish shart. Punkt deyotganimizda bitta xonadonda bitta detskiysi bitta punkt, spalnisi bitta punkt deb xona-xona qilib hisoblaymiz. Shukurkadan 4 ta zakaz chiqish kerak. Deylu xuddi shunaqa davom etyapti. 14-da shpon sexda 4 ta fasad chiqish kerak. Shukurkada 5 ta zakaz chiqish kerak. Mana shu zakazlar chiqishi kerak. Kraskada 6 ta kraska chiqish kerak. Xuddi shu narsani chochib chiqyapmiz, oldindan reja qilyapmiz va mana shu narsani ishlashni talab qilyapmiz. 19-20-da ishxonada dam kuni deb e'lon qilganmiz oldindan va o'sha kunga zakaz qo'ymaganmiz. Xuddi shu narsani sizlar ham qo'llasanglar bo'ladi. Zakazlarni chochib chiqib, oldindan reja qilsanglar bo'ladi. Qaysi chislada boshlab ertaga kraskachi yoki kimdir ishdan ruxsat so'ramoqchiman desa, oldindan ko'rib tura oladi. Buni qo'lida qancha zakazi bor, загруженность qanaqa, hammasini ko'rib tursanglar bo'ladi. Sizlarga ham tavsiya qilamiz, Trelloni ishlatinglar. Даже biz ustanovkachilarni rejalarigacha ishlatyapmiz. Qaysi chislada qayerda ishlash kerak, o'sha narsalargacha o'zimiz uchun qo'llayapmiz. Hammasini qo'yib chiqyapmiz. Oldindan 2 kun, 3 kunlik qilib, bu Excel yoki Google Disk har xil narsalardan eng zo'r uslub. Biz hozirgi kunda ishxonamiz har xil joyda bo'lgani uchun bittamiz ofisda, bittamiz snabjenada, bittamiz sexda bo'lgan holatda brigadirlar hammasi ko'rib tura oladi. Biz pulli versiyasini ishlatamiz va mana shu ko'rib turganimiz hozirgi mana shu polniy jarayonni nazorat Trello deb qo'yganmiz. Mana shu jarayonni 3 ta odam boshqaradi. Hamma o'ziga kerakli danlikni ko'rib turib bemalol ishlata oladi. Sizlarga ham tavsiya qilamiz, o'rnatinglar va maza qilib ishlatinglar.